Dada bo'lajak kelingiz telefon qildi. Nima dedi? Uylanayotgan xolamizga pardani o'zimiz qilamiz ekan, qaynatam aytibdi. Onayni endi nima deyapsan? Ey, sen 2-3san, balo deb qaynating. Senga tegayotganiga Xudoga shukr qilaversin. Bor aytib qo'y, o'ldirib qo'yma ham men. Pardogan ko'rsam, eshitdingmi? Onayni endi. Patinkamiz oldi, nima deyapsan? Dada pardani o'zimiz olaveraylik. Mana yangi bozordagi Beeline ofisini ro'parasidagi almat jalyuziga kelib qopmiz. O'ldiraman mana shekil pardogan ko'rsam, eshitdingmi? 2-3larga tegish ancha mutasiga emas, Xudoga shukr qilaversin. Dada uyda molimiz ko'p, bittasini sotaveraylik. Molni sotuvchi meni sot. Onayni endi. Qaynatingga tortma o'lgur. Dada mana molni sotaylik desam unamadingiz mana. Molni sotdim. Xotinda aytganini qilish kerak. 2003lar jil-jilmayapti. Aka, men yaqinda uylayapman. Mana pulni oling, qanaqa pardalaringiz bor? Biz almas jalyuzi pardalarimizda 1000 xildan ortiq assortimentda pardalarimiz bor. Aka, o'zim maqtashgani uchun keldim bu yerda. Bo'ldi, hozirda mana yangi dikey jalyuzi pardalarimiz ham bor aka. Bizda o'lchab o'rnab berishlari ham mutlaqo bepul. Dastavkasi bormi? O'zimiz yetkazib beramiz. Hozirda 20% dan yangi yil aksiyasi ketyapti. Mahallaning eng gapchi bolasi men bo'laman ama. Butun mahallaga tarqatib yuboraman. Olim! Aka, sizlar faqat uyda qilasizmi, katta-katta korxonalarga ham qilasizlar? Bizda davlat tashkilotlari korxonalari uchun cheklanmagan miqdorda buyurtmalarni qabul qilamiz. Bizda birja xizmati ham bor. Voy, olim! Molni puli qani? Molim qani meni uydagi? Dadam molni sotib puliga parda olib qo'ydim. Qaytam gapni qilarmadim. O'zing dadangni molni qozig'iga baylab kelarding. Meni gapim qayerda qoladi? Mol qani? Molni top ber. Dada bu yerda parda arzonlagan. Dada pul oz qoldi, bitta qo'yga yetadi. Onayni endi sen o'zi 2-3lar yilingdan qo'y. Ey, hali uylanmasingda xotin quliga aylanishmading. Onayni endi 2-3lar unaqa bo'lmaydi. To'g'ri 2-3lar bir nima deb qo'ylar xotin quliga.